Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun biz siz bilan NLP'da yana bitta qiziqarli texnika hisoblangan отсушка texnikasi bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Bu texnika insonlar o'rtasida emotsional bog'liqlikni olib tashlashga yordam beradi. Tasavvur qiling, siz kimnidir yaxshi ko'rib qoldingiz va o'sha inson sizni tashlab ketdi. Ya'ni siz o'tirsangiz ham yoki yursangiz ham faqat o'sha insonni o'ylaysiz. Ya'ni emotsional bog'lanib qolgansiz. Mana shunaqa vaziyatlarda emotsional bog'liqlikni olib tashlashda bu texnikani qo'llashimiz mumkin. Отсушка texnikasining 4 xil varianti mavjud. Bugun biz bitta varianti bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Bu texnikani agar biz o'zimizda qo'llaydigan bo'lsak, iloji boricha bitta joyga o'tirib olishimiz kerak bo'ladi yoki turgan holda qo'llasak bo'ladi. Yotgan holda bu texnikani bajarish tavsiya qilinmaydi. Keling endi bu texnikaning bosqichlari bilan tanishib chiqamiz. Texnikamizning birinchi bosqichi o'sha emotsional bog'langan insonimizni obrazini yaratishimiz kerak bo'ladi. Men o'sha emotsional bog'langan insonimni obrazini yarataman. Demak, qayerda turibdi u? Misol uchun mana bu tomonimda turibdi. Mana hozir doskaga chizaman, ancha tushunarli bo'ladi. Mana misol uchun bu men. Ana endi o'sha emotsional bog'langan insonimni men obrazini yaratishim kerak. Misol uchun deylik bu tomonda turibdi. Mana bu tomonda turibdi. O'sha emotsional bog'langan insonimiz. Mana biz birinchi bosqichda nima qildik? O'sha emotsional bog'langan insonimizni obrazini yaratib oldik. Ikkinchi bosqich bizlarda, ya'ni bog'liqlikni vizualizatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'sha inson bilan qanaqa tartibda bog'langansiz? Ya'ni nima bilan bog'langansiz? Bir xillar aytishim mumkin, men o'sha inson bilan qanaqadir ip yordamida bog'langanman. Yoki kimdir aytishi mumkin, men o'sha inson bilan qanaqadir zanjir orqali bog'langanman. Yoki yana kimdir aytishi mumkin, o'sha inson bilan qanaqadir nur orqali bog'langanman. Mana. Demak, o'sha inson bilan nima bilan bog'langanmiz? O'shani vizualizatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Uchinchi bosqichda sizni o'sha inson bilan nima bog'lab turibdi? Qanaqadir sifatlarmi, qanaqadir qadriyatlarmi bog'lab turibdi? O'shani topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu bosqichda bizlarni o'sha inson bilan bog'lab turgan sifatlarni ro'yxatini yozishimiz kerak bo'ladi. Mana deylik, o'sha bog'langan insonimiz bilan qanaqa sifatlar bizlarni bog'lab turibdi? O'sha inson bilan misol uchun men o'zimni erkin his qilaman. Misol uchun o'sha inson menga qanaqadir quvonch baxsh etadi yoki o'sha inson qanaqadir meni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni bu ro'yxatda agar yaxshilab tahlil qiladigan bo'lsak, juda ko'p sifatlar kelib chiqadi. Hammasini yozishimiz kerak bo'ladi. Bu bosqichda. 4-bosqichda biz kelajakdagi kuchli men obrazini yaratishimiz kerak bo'ladi. Kelajakda men shunaqa kuchli men obrazini yaratishim kerak va uni tasavvur qilishim kerak bo'ladi. Deylik, mana bu joyda tasavvur qilamiz. Kelajakdagi kuchli men. Kelajakdagi kuchli men. Kelajakdagi kuchli men obrazini biz yaratamiz va u obraz shunaqa bo'lishi kerakki, chetdan turganda o'sha kelajakdagi men obrazi o'zimizga juda yoqishi kerak bo'ladi. Misol uchun o'sha inson menga qanaqa sifatlar beryapti? Ya'ni qanaqa sifatlari menga yoqyapti? O'sha sifatlarning hammasini men kelajakdagi men obrazimga joylashtiraman va chetdan qaraganimda o'sha kelajakdagi men obrazim o'zimga juda yoqishi kerak. Agar o'zimizga kelajakdagi men obrazimiz yoqmaydigan bo'lsa, biz yana kimgadir emotsional bog'lanib qolishimiz mumkin. 5-bosqichda biz resurslar va qadriyatlarni kelajakdagi men obraziga o'tkazamiz.
Demak, o'sha bog'lanishni uzamiz, bu insondan uzamiz va o'sha kerakli resurslarni, qadriyatlarni hammasini kelajakdagi men obraziga bog'laymiz. Bu ham bizlarning o'sha tasavvurimizda bo'ladi. 6-bosqich minnatdorchilik bosqichi. Ya'ni biz o'sha emotsional bog'langan insonimizga ichimizda nima qilamiz? Rahmat aytamiz va undan minnatdor bo'lamiz. 7-bosqichda biz kelajakdagi men obrazini o'zimizga asta-sekinlik bilan yaqinlashtiramiz. Bu qanaqa bo'ladi? Har bir nafas olganimizda o'sha kelajakdagi kuchli menni o'zimizga sekin yaqinlashtiraveramiz. Nafas olamiz va o'sha kelajakdagi men obrazini o'zimizga yaqinlashtiraveramiz. 8-bosqichda esa o'sha yangi obraz bilan biz birlashamiz va o'zimizni erkin, xotirjam sezishni boshlaymiz. 9-bosqichda biz yangi men obrazini qabul qilamiz. Ichingizda taxminan shunaqa gaplarni aytasiz. Salom yangi men endi erkinman, mening baxtim o'z qo'limda. Mana aziz do'stlar, biz siz bilan ya'ni atsushka texnikasining bitta variantini ko'rib chiqdik. Video agar foydali bo'lsa, like bosing, kommentga izoh yozing va kanalimizga albatta obuna bo'ling. Ma'lumotlarim shulardan iborat. Xayr.